Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilarim, mana bugun 2026-yil 1-may holati. Yana bitta kurkamiz, mana jo'jasi. Bugun ochib chiqadi mana anasi. Mana bezori chiqyapti. Ini. O'ttagina mana. Onasining tagidan hozir yorilganda mana birdan chiqyapti. Onasi uncha qizg'inmaydi ekan, yaxshi ekan. Bir xil juda yomon bo'lar, kurkalar cho'qiydi. Tagida bolalar yotibdi. Hammasi bugun kechgacha ochib chiqadi. 25 ta tuxum qo'yilgan. Mayli, indamaysiz-a. Bulturgi jo'ja mana onasi ham. Bu yil ona bo'ldi endi. Mana tabriklaymiz ona bo'lgani bilan. Mana g'ozlar kelib turibdi, nima bo'lyapti bu yerda deb. Hammasi tomosha qilib turibdi mana. Bular ham tuxum qo'yyapti hammasi. Uy tanlab olgan bittadan hammasi uy olgan, sotib oldi mana shu domlardan uy olgan.